qo'l oyoqning uvishishi, yurakning tez urishi, tomoqqa nimadir tiqilib qolgandek. Bunday holat har qanday odamni qattiq qo'rqitishi aniq. Aksariyat hollarda bu belgilar panicheskaya ataka holatida ro'y beradi. Panicheskaya ataka terminini o'zbekchaga vahima xuruji deb tarjima qilish mumkin. Xuruj vaqtida organizm yo'q bo'lgan xavfni bordek qabul qiladi. Vegetativ asab tizimi bey ili begi, urishish yoki qochish rejimiga o'tadi. Shuning uchun yurak tez ura boshlaydi. Nafas olish ritmi o'zgaradi. Mushaklar taranglashadi. Odam beixtiyor tez nafas ola boshlaydi. Qondagi gazlar muvozanati buziladi. Uvishish paydo bo'ladi. Bo'yin, tomoq mushaklarining qisilishi oqibatida tomoqqa nimadir tiqilgandek tuyuladi. Eng muhimi, unutmang, bu holat qo'rqinchli emas. U o'tib ketadi. Lekin tana signal beryapti. Sizda asab tizimi charchagan, doimiy zo'riqish bor deb ogohlantiryapti. Asabiylik hamda zo'riqish sababini topish kerak, bartaraf etish kerak. Muammo boshqa sizni bezovta qilmaydi. Agar sizga yordamim kerak bo'lsa, marhamat, murojaat qiling. Sog'liq haqida yana ko'proq bilishni istasangiz, meni Telegram kanalimga o'ting.